3 ta narsa bor ekan. Agar unga amal qilmasangiz, yaxshiliklaringiz yo'q bo'lar ekan. Bu borasida Qur'on tarjimoni Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: "Al-ma'rufu aymanu zar'in va afdalu kanzin." Yaxshilik eng barakali ekin va eng afzal xazinadir. Va la yatimmu illa bi thalathi khisalin. U 3 narsa bilangina mukammal bo'ladi. Bi ta'jilihi va tasghirihi va satrihi. Uni tezlatish bilan va uni kichik sanashlik bilan va uni yashirishlik bilan. Fa idza ujjila faqad hunni'a. Agar tez qilinsa u go'zal bo'ladi. Va idza sughira faqad uzzima. Agar kichik sanalsa u katta bo'ladi. Va idza sutira faqad tummima. Agar yashirinsa u mukammal bo'ladi dedilar. Bunda oladigan foydamiz: kechiktirmang, amalingiz qochib ketadi. Katta sanamang, to'xtab qolasiz, himmatingiz yo'qoladi. Oshkor qilmang, ixlos ketib qoladi.